Chikka tushsa tirnovka qilamiz, puka tushsa g'iybatlashamiz. Puka tushdi. Endi bugun sizlar bilan g'iybatlashamiz jigarlar. G'iybat nima haqida bo'ladi? Hozirgi bolalar haqida bo'ladi. Ba'zi bir qizlar aytayapti, yigitlar sal qattiqroq gapirsam, arazlab banda chorni ko'rib qo'yadi deyapti. Rostdan shunaqami? Hozirgi bolalarning ko'ngli shunaqa nozik bo'lib ketganmi? Ozgina qattiq gapirsa yo nimadir bo'lsa, sirasi bolalar o'rtog'ini, qizini chornilab qo'yayotgan ekan. Shu narsa rostmi? Bolalarning ko'ngli nima bunaqa nozik bo'lib ketyapti? Sababi nimada deb o'ylaysizlar? Bilmadim, men 81 kunlik challenge boshladim. O'zimga awareness'imni oshirish uchun, motivatsiya olish uchun. Balkim bolalarga mana shunaqa motivatsiya yetmayotgandir. Ularni ham mana shunaqa 81 kunlik challenge'larga qo'sharmiz, nima deysizlar? Bolalarning ko'ngli bunaqa nozik bo'lib ketishi bu yaxshi emas. Qizini chorniga urib qo'yayotgan ekan. Ba'zi qizlar yozyapti-da, yigitim ko'ngli вообще nozik, chorniga tiqib qo'yapti. Ozgina qattiqroq gaplashsam, ozgina qattiqroq gapirsam, tegizadigan qilib, sizlar meni chorniga urib qo'yadi deydi. Nima bunaqa, bolalar, ey? Uni buni qo'yinglar, kommentariyga sizlar fikrlaringizni yozinglar, keyingi videoda g'iybatni davom ettiramiz. Mana bu meni 23 kunlikdan keyingi 15 kunlikda bo'lgan rezultatim.